Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men O'zbek Gaming. Bugungi videoda bo'lsa sizlar bilan birgalikda ajoyib o'yinlardan bo'lgan My Supermarket Journey degan o'yinlarni mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Kanalimizni ketdi. Mana bizning do'konimizga. Bu yangi versiya. Boshqa versiyasini topolmadim. Yangilanmabdi versiyani. Hamma mana shunaqa. Ammo o'zgartirib qo'yilgan. Mana qolib qoldi. Qolib ketdi. O'zbek Gaming qilindi. Market. Ana zo'r qo'ydik. Buni yashil qilamiz. Vay, reklama ko'rdi-da. Mayli, bizga dekoratsiya qilib zo'r soqqa bo'lsa bo'ldi. O'yinda men ozgincha soqqa qoldim. Mana men yo'liga qo'yganman. Endi boshqa narsalarga kompyuter menga bu yerda turganga anaqa hayron bo'lib qolmaydi. Endi o'zingizlar ham o'tkazib o'ynaysizlar. Kompyuter mana shu yerda turgan bo'ladi. Men endi buni Move Fronite degan tugmani bosib, bundoq qilib mana shu yerga olib kelib qo'yganman. O'ziga-da endi tushunasizlar. Xo'p. Endi biz kassaga o'tiramiz. Kompyuterga o'tiramiz. Narsa zakaz qilamiz. Nimalar olsak? Buni ikkita olamiz. Bundan ikkita, bundan ikkita. To'xtaylik, bularcha cho'ta qimmatga o'xshabdi. Bizning kim pulimiz bor ekan? 454 ming pulimiz bor. Shunga yarasha narsa olamiz. Mana 134 ming ekan, mana bu olamiz. Keyin buni olamiz. Keyin buni oldi. Nima bo'ladi? Aytib mayli, hozircha bizga bitta mashina yetadi. Nimaga olsa bo'lmaydi? Mayli, mashinani sotamiz hozircha. Opa. Men do'konni ochdik. Birinchi tog'amiz shu bo'ldi-da, Abdushi. Bunday sal qimmatroq bor. Birdaniga boy bo'lib ketdim kelyapti-da. Kassaga odam kelmadi. Mana endi keldi. Kartadanmi? Yetti pochta. 20. Vay. 29. 20. Qayerga zo'r joy qo'ydik. Ikkita bo'lib qolibdi yurak. Bittada klepka. Ikkita olma. Bundoq 10 ming berdi. 13.81 bo'ldi. 10 ming bo'ldi. Puldan to'laylar, yomon bo'ldi. Iltimos, sizdan puldan to'la qoling, tog'a. Kattalar bo'ladi. Oppa. 5 mingmi? Mana. 50 ming ekan u. Ana 50 ming. Bundan beramiz.
bugun 1-aprel. Massa qilib o'tiribman. Hali kechki payt burgutli varra uchiramiz. Buni videoga olinglar. Chunki g'alati yo'qotadi video. Yoki olammi? Ko'ramiz de. Lulu. 1.000 lira. 3.6 Hop. Tezroq. 3.69 7.38 Anaxonada yana joy bor. Yana bor ekan. Dash yo'g'in narsalar polkalar qo'yamiz. Mana shu polkalarni mana bunga qo'yamiz. Sonunda bu ham ochilib turadi. Mana bu yo'lga polkalar qo'yamiz. Voy. Mana bu yo'lgacha rejalarim ko'p qoldi. Ko'rmayman. Do'konchi boshlanishidan sizlar polka sota olmaysizlar deb endi. Mana bu xolodilniklarni polkalarni o'zi qo'yib beradi. Ana polkani ham yog'ochli polka. Ana o'zingizlar zakaz qilmaysizlar. Unda boshidan o'zi zakaz qilib beradi. O'shaning uchun ko'rmayman shu yerni. Ana bo'ldi. Mana shundoq qilib qo'ysa yaxshi. Endi kompyuterga o'tirib narsa zakaz qil. Ana endi bemalol pulimiz yetadi. Koladan bundan keyin milk, ya'ni sutdan. Oho, rosa ko'p pul ketdi. Voy, bittasi keldi. Yo'q, yana bormi? Bular 2 korobka ekan. 1 korobka deb o'ylasam, bular 2 korobka ekan. Qanday zo'r bular. Oy, menga yoqdi. Yaxshi ketadi. Chiqib ketamanmi? Adashib chiqib ketdim. Bunga qo'yamiz endi kolalarni. Ulardacha anaqa polkaga qo'ysanglar bo'lmaydi, mana bunga qo'ysanglar bo'lmaydi. Ya'niki bunga qo'ysanglar bo'lmaydi. Marazikiga qo'ysanglar bo'ladi. Qanday? Alohida turish kerak. Madaniyat bor bu o'yinda. Madaniyatda. Короче, shunaqa narsa bor-da, vashi. Anaqa вообще tartibli bo'lib qo'yiladi, bir balo bo'lib. Bilmadim, короче, zo'r deyman shu narsa. Oxirgisiga qo'y. Otasini narxi yo'q. Birdaniga boy bo'lib ketgim kelyapti-da.
olgan narsalarimiz shu edi. Endi yana zakat qilaveramiz. Pul yetmas ekan. Ayiramiz. Voy to'xtaylik ular. Yetardi-ku pulimiz. Voy. Birdaniga 30 bo'lib ketsa endi bo'lmaydi-da unaqa. Naya. So'sa bo'ladimi o'zi? Mayli. Bo'ldi, boshqa qilaman. Bunni bo'ldi. Men sotasi bo'lmayapti. Nima qildi? Mayli shularni sotaveraylik-chi. Keyingi kunda otdi bu. Mana shu opamni xudo xohlasa mana shu yerga turg'izamiz. Pul yetsa-da. Hamma qilsa bo'ladi o'sha narsa. Mana shu yerda bor shakar-sachi. Zo'r narsalar ekan. Kassaga shundoq qarab turinglar, men hozir kelaman.